Assalomu alaykum do'stlar. Uyga keldingiz, charchadingiz, nasliningiz yo'q. Duolingizga qarasangiz, to'rtburchak, alam-malon narsalar, yangilik, Leonardo degan yangilik sizlarga topib qo'ydik. Xo'p, bitta ko'rasizlar. Bat 48 ta kotej ekan. Akamiz bitta yangilik qilib, o'ta zo'r qilib beribdi. Bu o'zim birinchi marta ko'rishim. Xo'p, eng qizig'i nech puldan deylar? O'zi 140 ming, 150 mingdan ekan. Salamiz atagina 100 ming so'mdan. 100 ming so'm berar ekansiz, kvadratga lesa olib bermas ekansiz. Hech nima qilib bermas ekansiz. Faqat bitta ozuqat oxirida pulni sanar ekan. Bitta ko'rasizlar. 100 ming so'mdaligini sababi avion birinchi katta, keyin ustakamiz katta usta o'ta chekilma qilib yuborgan. Batazini azam ustamizdan so'ramiz, bitta katezni ham ko'rsatib berasiz keyin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzingizsiz, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ammo tilojiz, fasonni o'ta zo'r qilib yuboribsizlar. Yoqdimi aka, Leonardo juda zo'r aka. Oddiy bunga ne ushlatsangiz ham qo'lingizda chiqmaydigan ekan-da bu. Shunaqa aka, xalqimizga hozir arzonroq qilib, bu o'zi 14 dollar, 13 dollar ko'cha narxida shunaqa narx bo'lib kelgan. Hozir xalqimizga. Men o'zim hayron bo'ldim. Boshida gapingizni bo'ldim. Aka chintu oshna dedilaring. 100 ming so'mdan o'zi eng kami 9 dollar, 10 dollar. Sizlar 100 ming so'mlarni adashyapsizlar bular. Aka, xalqimizni o'ylab Ramazon oyida skidka qilib, mana shuni xudo xolasa chiroyli qilib Leonardo fasonimizni 100 ming so'mdan skidka qilib qo'yapmiz. Zo'r. Oma aka fasad o'ylab topganlaringga malades. Akalar bitta like bosinglar, akamiz uchun o'ta zo'r. Kvadratini o'zi bati ham 450 mi 500. 150 mingdan hisoblaganda o'p ketadi. Eng qizig'i bitta xonadonning puliga ikkita uy yig'izdirar ekansiz. Aka, mana bu misol 100 ming so'm men sizga berdim. Kvadratini shu puldan aytayapmiz, qilib 100 ming berasiz. so'm bersa aka, 1 kvadrat metrini xuddi mana shunaqa holatda Leonardo fason qilib beramiz aka. Malades ama. Fason o'ta zo'r. Aka, bu yerda o'zi o'shi necha kvadrat, qancha joy, qanaqa mahsulot, nima ishlatilgan? Aka, bu yerda 500 kvadrat joyimiz, примерно 500 kvadrat joyimiz. Bu yerda travertin mahsulotidan 2 sloy bo'lgan, qalin surilgan apparatda polni ustini apparatda bo'lgan. Apparatda bolgarkada najdalab chiqqanmiz, ustiga 2 sloy toza atachenta berilgan. O'zi aka chentoni o'zi ham yaxshi pul bo'lsa kerak o'zi. O'zi beliskisini ko'rsangiz, o'zi beliskisidan atachenta. Quyoshda o'ta yaptillayapti. Men kirganda odamni bahri dilini ochib yuboryapti o'zi. Hali uyga yarashadigan fason deydi-ku. To'ppa-to'g'ri aka, shunaqa akajon. Aka, qatlargacha xizmat? Aka, butun O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz, narxlarimiz shu 100 ming so'mdan 100 ming so'm pul berishadi. Boshqacha fason desa-chi aka? Boshqacha fason desa 5-6 xil fasonimiz bor. Hammasini narxi 100 ming so'm, aloqaga chiqsin. 100 ming so'mdan 100 ming so'm pul to'laydi, borib chiroyli qilib xohlasa Leonardo, xohlasa Cartamira, xohlasa Marmarino, xohlasa travertin fason, любой fasonini qilib berasiz. Hamma yo'qni qilib berasiz. Xo'p, O'zbekistonda har burchak chekkasiga borib olasiz. Farqi Qoraqalpoqdan bo'ladimi? Qayerdan? Bitta Qoraqalpoqdan tashqari hamma viloyatga boramiz, xizmatimiz. 11 ta viloyat xizmat bo'ylab. 11 ta viloyat. 11 ta viloyat. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Kvadrat qanchadan oshig'iga borasiz? Misol, vodiy bo'ylab qanaqa bo'ladi? Endi hammada misol niyat mana 500 kvadrat, bitta uy yoki 200 kvadrat deydi. Ularga qanaqa bo'ladi? Aka, aloqaga chiqsin, 200 kvadrat tepasida O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Agar 200 kvadratdan kam joyi bo'ladigan bo'lsa, ularga yana bitta qulaylik tomoni, ikkita tanish bitta bo'lib turib 200 kvadrat qilib chaqirsa ham borib qilib beramiz. Xohlang Samarqanddan telefon qiling, sizga ham borib qilib beramiz aka. Akalar, foydalaninglar. Gap yo'q. Pastda nomerda qoldiramiz. Like podpiska ayamimiz. Like bosib qo'yamiz. Qo'ng'iroq esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.